Qanday holatda keldi tana? Sharpa holatda keldi tana. Tana anaqa butun tanani to'g'riligicha tana holatini ko'rmayapman. Qoraygan sharpa. Ko'krakdan tepa qismi odamnikidek ko'rinib turibdi. Pastda xuddi bir narsa qora narsa kiyib olgandek sharpaga o'xshab mana holatda turibdi. Sekin kirib keldi. Qo'rqib, o'shanday holatda turibdi haliyam. Man bittan buyog'i odamdek ko'rinib turibdi. Buyog'i o'sha xuddiki ketgandek-da, bilmayman hayronsan. Xo'p, bo'lmasa chakra ranglari bo'yicha ko'pyalarga ajratasan. Qaysi chakralarda muammo bor? Faqat tepadagi ikkita chakra turibdi, qolgan hech qaysi ko'rinmayapti. Tushunarli. Xo'p, yaxlit holatiga keltirasan unda. Xo'p, bular hududni tark etishlari kerak, chiqishadimi? O'sha ozgina qonli anaqa qilyapti. Ya'ni men aralashyapsizlar xuddiki degandek. Balkim chiqishadi. Yaxshi. Chiqadigan bo'lsa. Baribir tana judayam kuchsiz. Уже jonsiz his qilyapman. Tushunyapsanmi? Xuddiki tanada unaqa kuchli energiya, aynan jismoniy holatdagi tanadan unaqa kuchli energiya his qilmayapman. Уже qandaydir sovib qolgan tana unaqa hali sezilarkanda, значит. Мощный unaqa energiya his qilmayapman, ana issiqlik unchalik. Qaysidir bittasi qolgan bo'lsa o'zi 2 kunlik umri qoldi deb gapiryapti, bilmayman, yoki 2 kunlik umri qoldi yoki 2 kun ichida ketib qolishlari mumkin, yoki 2 kun yashaydilar keyin ketadilar, yoki mana shu 2 kun, chunki bilmayman shunaqa gapiryapti bulardan bittasi. Ayni mana shunaqa paytda ko'pincha ana ta'sir ko'rsatib o'zlariga uni qilolmaydiku, imkon qadar harakat qilishayotganda yana qiynashga ham. Anaqasiga maqsadlariga erisha olmagani uchun oxirida yaxshilab Ha, qiynab ha. berishni xohlashar ekan. Iloji boricha o'zini ko'proq ayblashtirishga, man aybdorman deb, mana kasal bo'lib jon chiqolmay qiynalgan vaqtda xuddiki odam o'ylar ekan, nima gunohlar qildimda mani jonim olish shunchalik qiyin bo'lyapti, xuddiki nimaga ya'ni oson yengil o'lmayapman, demak mani gunohlarim bor deb o'zini ayblash kerak ekan, tushunyapsan? O'zini ayblab, o'zini gunohkorligini, yomon qilgan ishlarini o'sha payt eslab, hammasini eslab turib, o'lgandan keyin xuddi gunohkorlik hissi bilan o'lishi uchun qilishar ekan buni. Ruh o'sha anaqa tushkun holatda shu gunohlarini eslagan, xuddiki qilgan narsalarini, yomonliklarini eslagan holatda, jazolashga loyiqligini his qilgan holatda xuddiki o'lish kerak ekan. Undan keyin bular ruhni srazu anaqa qilishga, bo'ysundirishga yoki qayta tug'iltirishga yoki ularga ta'sir ko'rsatishga oson bo'ladi ruh chiqqandan keyin. Qiziq. Qiziq ekan. Shuning uchun ko'pincha jon chiqishni aslida oson bo'lar ekan, lekin bular tutib turar ekan tanani o'rab olib shunaqa qanaqadir ritualga o'xshagan narsa qilib yotishibdida, atrofida aylanib bir nimalar qilib, shundan ruh chiqib ketolmas ekan. Ili chiqqandan keyin ham bularni ko'p ko'rish kerakmi, xuddiki birdaniga? Yo'q, u shundoq ham bularni ko'radi, просто bular o'sha o'zi chiqqandan keyin bularni qanday holatda kutib olishiga tayyorlayaptida hozir ruhni. Chunki jismoniy tana qancha ko'p xatolarini, boshqalarini o'ylasa, mana chiqolmayapti-ku, qiynalib ketyapti, уже o'limga tayyor ma'lum bir manda jismoniy tana. Lekin jon chiqolmayapti, ruh uzilolmayapti, qiynalyapti, tana qiynalyapti. O'sha paytda xuddi shunaqa fikrlarni berar ekanda, ko'rding, mana san joning chiqolmayapti, san gunohing bor edi, boshqang bor edi. Alloh osonlikcha xuddiki joningni olmayapti. Ya'ni qilgan anaqalaring bor edi degandek eslatkizdirar ekanda o'sha. Keyin mana uni eslab keyin o'sha chiqadigan vaqt kelganda eng oxirgi hislar, eng oxirgi fikrlar hammasi uni aybdorlik hissi bo'ladi, tushunyapsan? Jon chiqqandan keyin ruhdagi oxirgi eng asos ko'tarilgan hislar aybdorlik hissi, gunohkorlik hissi bo'lar ekan. Aynan o'sha gunohkorlik hissi bilan ular uni boshqarish, ruh tanadan chiqib ketgandan keyin ruhga ta'sir ko'rsatish oson bo'lar ekan. Shuning uchun shunaqa qilishar ekan. Jonni oson chiqmasligini ham bularni bilan bog'liq jarayon ekanda, tushunishim bo'yicha. Yengillab qoldi endi. Hop. Ruh xayrlashmoqchi bo'lyapti.
ona bilan. Mhm. Keyin ortiqcha yig'lab bir nimalar qilishlarini xohlagan. Negadir Ortiqcha aza xursandchilik, xohlagan. ha, xursandchilik bilan mani anaqa qilinglar deb anaqa qilyapti. Ya'ni menga xursand bo'lib. Keyin negadir anaqa yaxshi gaplar bilan faqat eslanglar. Yomon gapni eslamanglar deyaptilar. Shunaqa qanaqadir ular hazil qilgandek qilib. Qara xuddiki. Ya'ni yomon gap bilan eslasang degandek gapirib hazil qilyaptilar. Yaxshi gap bilan mani eslaydi faqat. Men hammanglarga qarab turaman, kuzatib turaman. Ko'zim ustinglarda dedi-ku, ko'zim ustinglarda. Judayam xursandman aslida. Atrofda ko'p anaqalar. Mhm. Ya'ni mohiyat yashamaydi. Yaxshi yomon kunlari uchun, hammasi uchun. O'sha oxirgi anaqasi kelgani uchun qandaydir haliyam bir xotirjam, mudrost va birinchi marta man o'lim hissi bunaqa xotirjamlik holida sezyapman sizlar Mhm. ketish hissini. Demak shunaqa bilan ketsa bo'larkan. Albatta. Iloji shuni. Atrofni hammani ko'rib, bilib bilan Mhm. yengillab qoldi tana, tinchlandi, anaqalar yo'q. Endi Xudo xohlasa, ruh qaror qilib o'z vaqt soati bilan chiroyli holatda hal bo'ladi. Yaxshi. Mhm. Xo'p, bo'lmasam o'zlarini yaxshi his qilgan joyga olib borib qo'yasan tanasini.